Assalomu alaykum hammaga. Tak, bizning yaqinlarimiz, do'stlarimiz, ya'ni bitta programma desak ham, приложение desak ham bo'ladi. Zash IPC ni yasab chiqishdi. Buni nima qilishlarini hozir ko'rsataman sizlarga. Bu tabloga sizlarga fayl yasab beradi. Ya'ni o'zlaringiz yasab, o'zlaringiz urasizlar. Uning uchun ana bu punktimiz 1.33 ga qo'yamiz. Jet control infodan read info qilamiz. Men ham oxirgi paytda tayyor fayllar urmayapman. Mana shunda yasab uryapman. Juda zo'r narsa mana. 60 qo'yib read info berdik. Mana save tekstimiz yonishini kutamiz, ya'ni save text. Shuni bosamiz, mana burchakdagi save text bosamiz. Рабочий stolga yuklab turamiz. Рабочий stolga yukladik. Любой bir narsani tekstini olib qo'ysangizlar bo'ladi. BSMni olsangizlar ham, BSMdan ham yasasa bo'ladi. Unday приложение ham bor. Hozir sizlarga qanaqa bo'lishini ko'rsatamiz. Mana tabloning log faylini oldik. Endi hozir qanaqa yasalishini ko'rsataman. Hozir log faylimizni oldik. Sizlarga ko'rsataman. Zash IPC kiramiz. Ana shunday logotip bilan yonadi. zash.uz. Endi fayl tanlash yozuvi bor. Ichi polni o'zbekcha. Tabloga xolagan narsalaringizni qo'shib ajratasizlar. Ya'ni Cobalt, Malibu 1, Spark 1.3 deb o'rganganimiz. Spark aslida 1.25 avtomat deyiladi u. Motor shunaqa. Skammatikda 1.3 bo'lgan. Tracker 1. Tracker 1. Hozir fayl tanlashni bosamiz. Bizlar log fayl tanlab olamiz, ya'ni tablodan hozir olib kelgan log fayllarimizni tanlaymiz. Yukladik, mana. Endi funksiya yoqish chiqyapti. Bu har bitta tabloni pasportini o'ziga qiladi, VIN nomeriga qiladi. Ko'rib turganlaringizdek funksiya yoqishni bosamiz. Hozir masalan nima qo'shamiz? Cruise control bor bu yerda. Benzin tugamoqda, ya'ni fayl degan fayl fuelmi ana shunday yonib qoladi. Ana shuni o'chirsak ham bo'ladi bundan mana. Ya'ni 10 qilib qo'ysak, shu narsa o'chadi. Shu narsani ko'rsatmaydigan bo'ladi. Ya'ni benzin ko'p odam gazda yuradi. Gazda yurgan payti постоянный tabloda ogohlantirish berib yuradi shu narsa. Ana shu paytda o'chirib qo'ysangizlar bo'ladi. Tak, avtomat korobkani qilayotgan bo'lsak, avtomat korobkani belgilab qo'yamiz. Buni mexanikada ham belgilasangizlar, zadniy yurganda R chiqadigan bo'ladi. DHO, dnevniy ходовой огни, bu kunduz yonib yuradigan chiroqlar. Xohlasangizlar o'chirib qo'yasizlar. O'chirish off emas, o'chirish on qilsangizlar o'chiradi ana shuni. O'chiradigan narsani, ya'ni on qilib qo'yilgan bu programmada. Parktronikni bu podelsha qilmaydi. Info markaz, buni menyudagi menyuga kirib narsalar tanlaydigan joy. Moy foizi, ya'ni moy foizini qiynalib yuradi ko'p odam. Moy foizi bor proshivkani ursangizlar nimadir ishlamay qoladi, qotib qoladi tablo, yo menyuga kirmay qoladi. Bunda shu proshivkani o'ziga qo'shsa bo'ladi. Anti-theft bunda ishlamaydi. Soatni ko'rsatadi. Ya'ni soat yo'qolib qoldi deb aytadi ko'p odam. Undan keyin off kilometr, 10 kilometr. Bilsangizlar, Cobaltlarda tabloga programma yozganda birinchi necha litr yeyishi, keyin kilometr yozib teskari bo'lib qoladi. Ana shuni bu to'g'rilaydi bu. Masalan, shu mashinada xato ko'rsatgan bo'lsa, olib turib buni bunday yoqib qo'yasizlar, teskariga o'zgarib avvalgidek qilib qo'yadi. Bunga kim e'tibor bergan bo'lsa biladi. Ko'cha temperaturasini ham chiqaradi tabloga, tashqarining temperaturasini tabloga chiqaradi. Immobilizer, agar buni yoqib qo'ysak, mashinaga immov qilganlaringizda yonib yuradigan qulf bilan o'sha mashinani rasmini unday o'chirib tashlaydi, yo'qotib tashlaydi. Bunday yoqib qo'ysak, bunday qilib yoqib qo'ysak. Tablo ошибкasi ko'pincha kerak bo'ladigan narsa, LED qo'yganda, LED chiroqlar qo'yganda orqa taraf, old taraflarga 24, 16, 18 ana shunday yonib yuradi. Shular o'chiradi polning. Xolagan narsalaringiz yoqasizlar, yoqqandan keyin OK ni bosamiz. Faylga yozishni bossak, mana faylga yozishni bitta bosamiz. Mana ikkita xuddi mana shuni VIN nomerli qilib turib, tekstovoy и HTML fayl qilib
config papkaga o'zi tashab beradi. Primoy. Ham tekstovoy bor bu yerda, ham HTML faylni birdaniga yasaydi log fayldan. Qarabsizlarki, bunga kirsak, mana oxirida ko'rinib turibdi. Mana oxirida. Win nomer IPC zash tekstovoy tepada pastda IPC zash anonsi HTML fayli pastda turibdi. Endi kirib turib, Primoy DPSdan hech qanaqa win nomer tanlamasdan yozib olaverasizlar Primoy. Masalan, 1.30 qo'yasizlar. O'zi 1.30 qo'yib, anavi qilasizlar-ku, tayyor faylni yozmoqchi bo'lgan 60 qo'y, win nomer ko'piya qil. U narsalar kerak emas. To'g'ridan to'g'ri equ configurationga kirasizlar. Kirgandan keyin HTML faylni tanlaymiz, eng pastda turgandi, mana HTML fayl. HTML fayl yuklandi. Tekstovoy fayl, zash deb yozilib turadi o'zi. Agar bu fayllardan ko'payib ketsa, papkalaringizda soatiga qaraysizlar. Hozir 23:13 da qilingan, hozir 23:15. Demak, hozirgi shu bo'ladi. Ustiga 2 marta ursak, bu ham tayyor. Hech qanaqa win nomer kiritmaysizlar, chunki yasagan paytlaringizda olgan log fayllaringizdagi win nomerni bu o'z ichiga kiritib qo'ygan bo'ladi. Buni bosib yuborasizlar, bo'ldi. Shu bilan programmani yozadi. Mana programmada hech qanaqa xato yo'q. Sababi buni qayerdan bilsa bo'ladi? Agar qanaqadir muammo bo'lsa, zapisni, ya'ni execute'ni bosganda bu schematik so'radi. Agar xato bo'lganda so'ramasdan boshqa ashibga beradi. Hozirgi chiqib turgan ashibga esa mashinaga ulanmaganligi uchun chiqyapti. E'tiborlaringiz hammaga rahmat. Sog' salomat bo'lasizlar. Zash kompaniyasini yana bitta sizlar prilojeniyasi bilan tanishtirib o'taman. Bu mana oldimizda yoz kelyapti. Zash temperatura, ya'ni mashinalarni temperaturasini, ventilyator temperaturasini tushirish. Masalan, Nexia'lar ko'p qaynab keladi, birinchi oborot ishlamaydi. Primoy sizlar ikkinchini tushirib qo'yasizlar. Shuning bilan muammo hal bo'ladi. Mana nima mashinalar bor bu yerda ko'rib o'tamiz. Cobalt, Gentra, Nexia 3, Matiz, Lacetti, Nexia 2, Spark, Malibu 1, Captiva, Labo, Tracker 1. Ya'ni Nexia deganimizda hamma Nexia kiradi. Spark deganimizda ham hamma Spark kiradi. Endigi ko'radigan narsamiz, Zashda ham ko'rdik, DTS on off. Ya'ni ko'p odamda chip tuning yo'q, chip tuning borlaysa faqatgina maska uchun ishlatadi. Siz maska qilmoqchi bo'lsangiz, arzon narxlarda mana shu prilojeniyani olsangiz bo'ladi. Bu yerda Cobalt, Gentra, Nexia 3, Spark, Malibu 1, Lacetti, Matiz, Nexia 2, Captiva, Labo. Labo deganda o'sha injektorli Labo nazarda tutilyapti. Ana shularning proshivkasini kompilyuterda ko'chirib olasizlar. Mana shuni ichiga tashab turib, ana o'qisangizda bo'ladi, maska qilib olsangizda. Fayl tanlashni bosamiz. Primer mana shu Gentrani tanladik. Endi mana bu yerda boshida, ya'ni harfni boshida keladigan o'sha anavni tanlab olamiz. Harfni tanlab olamiz. P ko'pincha keladi, uni bilasizlar. Olsamiz. Ko'pincha bilasizlar 0461 2009 2008 ashular keladi. Mana 2009 a Привет система изменения geometry выпускного коллектор bank 1. Mana chiqdi. Ikkita ptichka joyi bo'ladi. Bittasi shuni maska qilish, ya'ni check выключить, ikkinchisi check включить. Bizga выключить qilish kerak, o'chirishimiz kerak ana shu maskani. Buni qilib turib faylga yozishni bossak, ushbu proshivkaga yana o'zgartirish qilasizmi? Yana qaysidirni qilmoqchi bo'lsangiz, yes, bo'lmasa no ni bosamiz. Yozadi. Talchoq bindites inga saqlandi deydi. Xuddi shu proshivkaning yonidan endi maska bo'lib, mana bu hozir maska qilganimiz chiqib turadi hozir. Mana ko'rganlaringizdek, tepadagi maska bo'lmagani, pastdagi esa bindites. Ko'rganlaringizdek, oxirgi ana shunday qilib yozib chiqaradi o'zi. Bindites. Keyin shuni obratni urib yuborasizlar. Qarabsizlarki, maska bo'ladi. Bizda yana bitta prilojeniyasi bor, Zash kompaniyasini.
Bu masalan buni kombi loaderi yo'q ustalar sotib olsa bo'ladi. DPS bilan ishlayotgan. Chunki siz aytasiz, o'zingizni korrektirovщик ustangizga aytasiz, menga falon faylni yasab bering desangiz, u odam sizga yasab beradi. Bizga o'zimizga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Keyin u tashlagan bin formatdagi faylni o'zlaringiz zip format qilib urib yuboraverasizlar anodan. DPS dan urib yuboraverasizlar. Bin format tanlashni bosasizlar. Masalan, Gentraga kiramiz. Bu faylimiz tanlaymiz. Shöyle Gentraga qarashli anonligi bilindi, mana o'zi yozib qo'yadi. DPS formatga aylantirishni bossak, masalan, nom kiritsak ham bo'ladi o'zlarimiz, qo'shimcha nom. Agar biz buni bossak, aytadi, fayl DPSH papkaga yaratildi. Ya'ni primoy o'sha yozadigan papkangizga aylantiriladi. Mana yaqinroq olib. Mana ko'rganingiz 5695 pasport Zash kompaniyasi приложениесida yasalgan. Buni kirib turib DPS dan urib olaverasizlar sirazi. Select kalni bosamiz. Ko'ribsizlarki, mana bu oxirida mana chiqib turibdi. Qo'shib turib bir programni bosasizlar. Yana qaytarib aytaman, faylda hech qanaqa xatolik, kontrolli summalar o'zgarib ketishi, ya'ni kontrolli summani sanamay, miyalarni uxlatib qo'yish holatlari yo'q. Do'stimiz buni bizga bergandan keyin polni tekshirib chiqdik. Agar DPS da bilasizlar, xatolik bo'lganda edi, hozir bossak, biz programni bossak, skanmatik bilan qilasanmi deb so'ramaydi. Shu joyda o'zida xatolik beradi. Ya'ni shuning uchun ham kimga kerak bo'lsa, nomerlarini, Telegram akkauntlarini silkasini hammasini описаниеda qoldiraman. Mana shu приложениялар bo'yicha bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hozir Ramazon oyida skidka ketyapti. Kelishtirib, cho'tki qilib beradilar. Ya'ni o'rgatuvchi videolar ham bor. Bizlarni anavdan foydalansangizlar bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun hammaga rahmat. Sog' salomat bo'lasizlar.